Endi mana shunaqa g'assollar ham borki, mayitni qo'lida tillasi turibdi-da. O'sha g'assol aytadi, ko'zim tushdi, men oxirgi yo'lga jo'natyapman. Mana shu uzukni ko'zim tushdi berasizlar deydi. Voy. Bir marta tirilib, bir marta yana yurib ishlagan. Yana shunaqa voqea bo'lgan. Abedgacha shu holat takrorlangan. Farzandlar shu darajada yig'layaptiki, balkim onam o'tmagandirlar. Shu darajada voqealar ham bo'lgan. Guvohi bo'lganim qizi bermagan, bozordan oddiy tilla olib kelib bergan. Oradan 40 kun o'tmasdan uyini o'rib ketdi. O'sha brilliantga ham olib ketdi, uyida bor yo'qini ham olib ketdi. O'lik tilashadigan g'assollar bor ekan, opa. Shunaqa ham bor. Mani territoriyamga kelma deydi. Men san territoriyingga bormayman deyshadi. Mana shunaqa naglilari ham bor. Yaxshi mana yotgan bo'lsa, komplekt qo'ygan bo'lsa, men ko'zim tushdi, mana shuni olib ketaman deydiganlari ham bor. G'assollar nega mendek odamlarga, любой odamga o'rgatmaydi shuni yuvishni? Ularning biznesi o'ladi. Shunaqa voqealarni eshitganmiz. O'lik ingradi yuvayotgan paytimiz, yo qo'llari qimirlab ketdi. Siz ham eshitgansiz, shuni aytib bering. Ba'zi bir insonlar shunaqangi bo'lib ketadiki, qorigan holda, rangi singigan holda, ranglari juda ham xunuk holatga. Ko'pchilik qaytib ketgan holatlarni. Chunki zino ostida ushlangan ayol. Ayol menimcha o'zlarini tanimaydigan darajada kechasi bilan o'zlarini aqldan oz darajagacha ertalabgacha Shunday narsalar bor, g'assollarga tilla, brilliant qo'yib ketishadi, vasiyat qiladi endi o'lik. Lekin uni oila a'zolari unga berishmaydi. Shu haqida gapiring. Yo'q, mana bir xil inson men vasiyat qilsam, ya'ni farzandlarimga u brilliant bo'ladimi, u tilla bo'ladimi, lekin g'assolga berilishi bu narsa shart. Nega? Bu meni vasiyatim, meni tanlovim. Meni tanlovimni farzandim yoki kimimdir olib qolishga haqqi yo'q. U g'assol meni oxirgi yo'lga kuzatayotgani uchun men shuni o'zimga vasiyat qilib etib ketsam, shuni g'assolga berilish shart. G'assollar bir xil aytadiki, bu qimmatbaho narsa, biz olmaymiz bunaqa deydi. Olmaymiz deydi. Qimmatbaho desa, bolalari, farzandlari yoki kelinlari aytadiki, tiriklarida oyijonim vasiyat qilib ketganlar. Bizga mumkin emas olib qolishdi, berishadi. Endi mana shunaqa g'assollar ham borki, o'g'ri g'assollar bor. Yo'q, endi o'g'ri demaymiz, to'xting. U mamnaqa. Masalan, mayitni qo'lida tillasi turibdi-da. O'sha g'assol aytadi, ko'zim tushdi, men oxirgi yo'lga jo'natyapman. Mana shu uzukni ko'zim tushdi berasizlar deydi. Voy. Shunaqalari ham bor. Endi shunaqa g'assollar borki, bir sim pul olmay yuvib shundoq poklab chiqib ketadiganlar ham bor. Pulini nima foyda bularga? Bu g'assollarni Xudo yuqtirgan tarafi bor-da. Ya'ni masalan, siz bilan masalan men hozir bu hayotda sizni ro'parangizda qanaqa turgan bo'lsam, g'assol meni yuvayotganda men qanaqa hayotda yashaganimni sizga ko'rsatib beradi. Ularning ko'ziga ko'rinadi shu narsa. Aytadiki, bu odam jannatga ekan deydi. Agarda neto'g'ri bo'lsa, voy bu opam yomon ishlari bo'lgan ekan deydi. Ularning ko'ziga ko'rinadi shu narsa. G'assol yuvmasa o'zi kasal bo'lib qolaveradi. G'assollarning orasida yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. Hammani yomon deb bittada gapirish mumkin emas, lekin vasiyat qilingan narsa egasiga yetkazilishi kerak. Bu omonat hisoblanadi. Bir xil men o'zim guvohi bo'lganim, qizi bermagan, bozordan oddiy tilla olib kelib bergan. Oradan 40 kun o'tmasdan uyini o'rib ketdi. O'sha brilliantga ham olib ketdi, uyida bor yo'qini ham olib ketdi. Buyurmadi. Bu o'shaning uchun vasiyat qilingan narsa egasiga yetkazilishi shart bu narsa musulmonda. Bu omonat hisoblanadi. Uni farzandlari olib qolishga haqqi yo'q agar haqiqatda vasiyat. Lekin shunaqa g'assollarimiz bor. Naglilari ham bor. Yaxshi mana yotgan bo'lsa, komplekt qo'ygan bo'lsa, men ko'zim tushdi, men shuni olib ketaman deydiganlari ham bor. Berilish kerakmi shunaqa g'assollarga? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, berilish kerak emas. G'assollar
Mani ham- Menimcha pul demaydi ular. Berganingizni olib ketadi. Lekin orasida haligi ochko'zlar ham bor. Mana g'assollar nega mendek odamlarga, любой odamga o'rgatmaydi shuni yuvishni? Ha. Ularni biznesi o'ladi. Aa, Men masalan o'rgansam, birovdan bir so'm pul olmay qilaman. Savob uchun. U dunyoda o'zimga, oxiratimga zaxira uchun. Lekin u g'assollar o'rgatmaydi. Nega? Ularni biznesi o'ladi. voy, o'lik talashadigan g'assollar bor ekan, opa. Shunaqa ham bor. Meni territoriyamga kelma deydi. Men san territoriyangga bormayman deyshadi, mana shunaqa. Lekin Xudoyim shularga shunaqa yuqtirgandan keyin halollikda u dunyoda ham to'g'ri ochiq yuz bilan ko'rishadigan holatda qilish kerak. Opajon, shunday voqea eshitganman, g'assol kelib tunab ketibdi, o'g'irlab ketib shu narsalarimizni deb. Yo'q, lekin men bunaqasini eshitmaganman, lekin nagli so'rab oladigan, men ko'zim tushdi, mana shu narsani olib ketishim kerak deydi. Qo'lida yoki qulog'ida ziray ko'rib qolsa, ungacha mana mehmon ko'rpa qilib yotqizib qo'yishadi, oq pastella qilib. Mana zirayni ko'rdim, ko'zim tushdi. Menga berishinglar shart. Men buni poklayman, oxirgi yo'lga kuzataman deb, aldab-sildab barib olib ketadiganlari ham bor ekan. Lekin ular g'assol emas, demak ular lo'li g'assollar ekan. mana haqiqiy toza pokiza g'assol mana bu uzuvlar ekan, u jiz bo'lsin, u tilla bo'lsin, u brilliant bo'lsin. Mana ziraylar ekan, qizlari kim yaqinlarim? Men beradi. Bir xil pulsiz qiladi. Bir xil g'assollar nega o'rgatmaydi oddiy odamlarga? Masalan, любой farzand o'zini otasini yoki o'g'il otasini, qiz onasini yuvishi mumkin-da, o'shani bilsa. Lekin o'rgatishmaydi. Ularni biznesiga anaqa yetadi, zarar yetadi. O'shaning uchun o'rgatmaydi. Shunga doir qanaqa bir etni junjiktiruvchi ibratli voqea eshitgansiz, ko'rgansiz? Endi men bitta joyda ko'rdim, bitta yetim sag'ir 5 ta, 6 ta bolali ayol o'lib qoldi-da. O'tda endi otini aytmayman, ko'pchilik biladi, lekin mahalla ham juda ham yaxshi mahalla ekan, namunali. Go'rkovga, g'assolga pul berishganda g'assol shundoq o'sha pulni qaytarib berdi-da, men olmayman, sag'ir bolalar bor ekan. Bularning haqqiga men sherik bo'lib qolaman, olmayman deb, nabarut yonidan pul berib ketgan g'assollar ham bor. Bunaqalar ham bor. Hammasini yomon deb bo'lmaydi. Bundoq qarang. O'zi O'zbekistonimizda g'assol haqqi chegaralangan, qancha olishadi taxminan? Uni bilmayman, lekin hamma odamlar o'zi qo'ynidan chiqazib beradi. Lekin bir xil g'assollar o'zligiga narx qo'yib olishgan. Uzoq ekan, masofa, men mashinada boraman, borishim, qaytishim yoki bo'lmasam menimcha, bo'lmasam boshqa topinglar deb o'ziga narx qo'yadigan g'assollar ham bor. Lekin shu narsani yuqtirgan, Xudo yuqtirgan narsani bular mana shu insonlarga tekinga qilish kerak, savob uchun. Lekin to'g'ri, baribir shu tekin deganingizni ham o'sha oilasi qo'ynidan chiqazib nimadir beradi. Mana buni oling, quruq bo'lmasin, ertaga oyim norizo bo'lib anaqa qilmasin deb. Shunda ham qo'ynidan chiqazib beradi. Lekin bir xillari shu qo'ynidan chiqazib berganga qoniqishmaydi. O'limdan qo'rqasizmi? Yo'q. Nega? Men 56 ga to'ldim-da. Gunoh qilmaganmiz. Gunohlarimiz ko'p. Oxiratga zaxira bo'lsin iloyim. Men lekin bitta narsani ayta olaman. Odamchi bir marta qo'rqadi, 2 marta qo'rqadi. Qo'rqinchni yenggan odamga hech qanaqa o'lim ham, hech narsa anaqa xavf solmaydi. Rahmat. Ko'pchilik viloyatlarda eshitganman, o'zim viloyatdan bo'lganim uchun onalar o'tib qolsa, qizlar, singillar yuvadi. Lekin Toshkent shahrida unaqa emas ekan. Uni albatta g'assol ayol orqali yuvilar ekan. Boshqa viloyatlarda faqatgina o'rgatiladi, ammo xolalar tomonidan o'rgatiladi hamda farzandlarini o'zlari yuvadi. Siz o'sha ish jarayoningiz haqida ozgina o'rtoqlashsangiz. Hozirgi savolingizga javob beradigan bo'lsak, o'zimizdan shahar miqyos oladigan bo'lsak, aytganingizdek, viloyatlar bilan ancha farq qiladi. Har bir ishda, uylarimizda ham degandek, mana hozirgi g'assollikda ham ozgina farqi bor. Chunki aytganingizdek, bu yerda hozir viloyatlarda to'g'ri aytganingizdek, o'zini yaqinlari, o'zi aslida yaqinlar. Qilinishi kerak. Bizda hozir bu narsani mana endi nima desa bo'ladi? Endi hozir o'sha narsani o'zimiz qilishayotgan narsa endi kirib kelyapti. U aslida mana kirgan bo'lsa, xonadon kirsa, aslida iloji boricha yaqinlar bilan birga qilishga harakat qilamiz. Iloji boricha, chunki ular ham ertaga, misol uchun, armonda qolmasligi uchun mayli yaqinni ham qarash. Lekin
ko'pchilik holati, ko'pchilik cho'chishi mumkin, hammada har xil, lekin Ko'pchilik ko'pchilik qarashadi, bilmasligi bu umuman bilmasligi ham qonun mumkin. qoidasini. Birinchi marta qatnashishi mumkin, ko'pchilik misol uchun ko'zi pishgan bo'lib qatnashgan bo'lishi mumkin, lekin foiz oladigan bo'lsak 80-90% odam kirishdan cho'chiydi. Bu bir. Ikkinchidan qatnashayotganlarning ham ko'pi har doim qatnashib yurgan emas, baribir kamroq qatnashganlar ko'proq inobatga olinadi. Keyin ko'proq o'zi lekin ko'pchilik kirishgan qiziqadiganlar bor. Ko'pchilik cho'chiydi, ana o'rganilmagan narsa ular uchun bir hozir boshqacha narsa deb tuyuladi. Feruza opa bilasizmi? Hokazo. Yana bitta noodatiy savolda o'sha marhum, ya'ni o'sha ayol kishi rahmatli bo'lganda, o'sha ayolda qanaqadir botekslar qilingan bo'lishi mumkin, fillerlar qo'yilgan bo'lishi mumkin, tirnoqlari yopishtirilgan, ya'ni soxta tirnoqlar bo'lishi mumkin. Bu holatda marhumning jonini og'ritmasdan teginilmaydimi yoki qanaqadir holatda baribir olinadimi? O'sha tirnoqlar, yig'ma kipriklar. Hozirgi paytda mana qancha ustozlar, qancha chiqishlar bo'lyapti, lekin shunga qarab baribir bo'lyapti. Nisbatan kamaygan, lekin baribir menimcha qaysidir ancha muddat kerakmi, lekin bo'lyapti. Shunaqa voqealarga duch kelganman, lekin u darajada hali kelmadim, lekin bir marta shunaqa voqea bo'lgan, kechqurun xabar keldi, bir onaxon o'tib qolibdilar, keyin kechqurun gaplashdik, qizlar aytdilar, ertalab boradigan bo'lib shunaqa gaplashdik, keyin yarim kechasi yana telefon qilyaptilar, chunki holat mamlaqa edi, nima qilaylik dedi u. Men o'sha narsa qilib bo'lmaydi o'zi. Chunki hozirgi kosmetologiya o'zi u necha yil davomida ketadigan variant. O'zi birinchidan o'zi asosan mayitlarga iloji boricha ozor bermaslik, hayotda 3 narsaga shoshilinsin degan joylar bor, kitobda yozilgan. Uchinchisi bu qabrga deyilgan. Ko'proq mayit tezroq qabrga deyilgan. Unga qancha vaqt kerak yoki kosmetologiyadan kimdir chaqirib yoki tirnoqlar bo'lsa agar ularni qanaqadir olish jarayoni bor, lekin unaqa hali boshimdan o'tmagan, ilohim unaqalarga uchramayman, lekin shunaqa voqea bo'lganda ham borguncha lekin o'ziga oldirtirib qo'yishibdi. Lekin aslida u azob. Siz har qanaqa marhumalarni yuvgansiz, endi xalqqa ibrat bo'lish uchun nimalarni aytib bera olasiz? O'sha jarayonda, ish jarayoningizda. Ish jarayondami? Mana avvalambor mayitni atrofda faqat zikrda, salovatda, duoda, ibodatda bo'lamiz. Har inson ham har xil bo'ladi-da, mana misol uchun o'sha yerda ham ana g'iybat, fasod, shunaqa inson ham o'sha yerda ham qiladigan ishini qiladi, o'sha yerda ham g'iybatini qiladi. Mayitga keladigan bo'lsak, mayit ham yuz ko'zingizdan shunday aks etib turadi. U qanaqa inson bo'lgan, nima, qanaqa odam sezadi baribir. Ko'pchilik baribir yuziga parda tortib qo'yiladi, yuzini ochganda har bir insonni o'z yuz aksidan topsa bo'ladi. Shunaqa holatda bo'ladi. Afsuski, mana har xil ayollar bo'lishi mumkin yoki nima desa bo'ladi, ana sudxo'r har xil insonlar bo'lishi mumkin. Yuz aksi o'sha etib turadi, buni sezamiz. Qanday belgilar beradi? Qanday bilinadimi? Bilinadi, har bir insonning yuz nuri, qalb nuri, yuz nuri deyiladi. Bir xil insonlar shunday yuzini ochganingizda o'zi quyoshga charaqlab, sarg'ish misoli tilla deb bo'lib ketdi, tilla deb, ipak deb bo'lib ketdi degan so'zlarni eshitamiz. Ba'zi bir insonlar shunaqangi bo'lib ketadiki, qorigan holda, rangi singigan holda, ranglari juda ham xunuk holatga, o'zi borgan sari juda xunuklanib ketayotgandek aks etib turadi shunday yuzidan. Lekin shunaqa chiroyli qiladigan, chiroyli nima desa bo'ladi? Chiroyli havas qiladigan xotimalar ham shunaqa, o'zim ham hattoki havas qilib keladigan joylari ham bo'ladi. Ayniqsa yosh bolalar ham shunaqa chiroyli budeylar, ayniqsa ichi esimdan chiqmaydi. Hasan Fatima Zuhra Zahro. Voy, nima deydi? Muddatiga yetmasdan tug'ilgan chaqaloqlar, ishoning mana shunday kichkinagina chaqaloqlar, ular yuvib kafalash jarayoni bo'lyapti-da. Misoli ular ishoning, ko'zlari ochilib yumildi, xoh ishoning, xoh ishonmang. Xuddi o'lmagandek chiroyli holatda, shunaqangi chiroyli holatda, 3 yil o'tgan chiroyli holatga keltirib yuvib kafalash jarayoni bo'lyapti-da. Misoli farishta chiroyli, juda ham chiroyli farishta deb bo'lib ketishyapti. Yosh qizchalar mana chiroyli xotima bo'lib, yuzlaridan nur yog'ilib, bir qanaqadir go'zal joyga ketayotgan yuzlaridan tabassum holati, go'zal holatda. Ular nima? 5 yosh, 6 yosh chiroyli qizchalar. Yuz aksidan shunaqangi chiroyli, keyin yoshlar katta ayollarda shunaqa chiroyli xotimalar. Yaqinda bir ayol o'tibdilar, ertalab juma kuni ertalab tahoratga turganlar, namozdan o'qiganlar chiroyli holatda, chiroyli go'zal holatda gaplashib turgan holatda o'tyaptilar, jumalarga chiqyaptilar. Shunaqa chiroyli holatda osongina o'zbekchilikda bor-ku, Allohim oson o'lim deb hamma o'ziga so'raydigan chiroyli holatlar nasib qilgan. Havas qiladigan chiroyli holatlar ham chiroyli kunlarda, go'zal xotima, havas qiladigan joylari ham uchraydi. Shunday holatlaringiz bo'lganmi? Yo'q, men bu o'likni yuvmayman deb ketib qolgan holatlaringiz, bosh tortgan holatlaringiz. Dugonalaringiz orasida. Lekin eshitganman bo'lgan bunaqa holatlar. Aytib bering o'sha holatni. Bunaqa holatlar bo'lgan, eshitganman. Chunki bir ayol
Zinokor Menimcha, ayol. Zinokor ayol shu holatda ushlatilgan, keyin o'sha yerda jinoyat sodir bo'lgan, bir-birini o'ldirish shu darajagacha ham borilgan. O'shanda eshitganman ustozlardan ko'pchilik qaytib ketgan holatlarni. Chunki zino ustida ushlangan ayol. Ha. Uni yuvishdan bosh Yuvishdan tortishgan. ko'pchilik bosh tortgan ekan. Eshitganman, lekin Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Chiroyli holatga ko'p uchragan, bunaqa holat uchramagan, lekin O'zi eshitganman, bunaqa g'assollar voqealar bo'lgan. shunaqa qilish mumkinmi? Yuvishdan bosh tortishi. Joizmi dinda? Bosh tortish. Men buni yuvmayman deb ketib qolish. Lekin bunaqa joylari bor lekin. Bor. Bunaqa joylari bor-a? Bor. Misol uchun u g'ayridin bo'lishi mumkin. Ha, g'ayridin bo'lsa. Bo'lishi mumkin. Feruza opa, o'zingiz hech yig'laganmisiz mayit yuvayotganda? Ovoz solib. Unsiz yig'laganman. Nima uchun juda yig'lagansiz? ko'p. O'zimni tasavvur qilganman. O'zingiz tasavvur O'zimni qilgansiz? tasavvur qilganman. O'limdan qo'rqasizmi? Yo'q, Nega? o'limdan qo'rqmayman. Gunohkor emasman deb o'ylaysizmi? Gunohkorda emas. O'limga yuz kelishdan qo'rqmayman. U gunohda emas gap. Misol uchun o'limdan qo'rqaman degani bu degani gunoh degani emas. O'lim degani bu Allohga yana yaqinlashish degani. Shunaqa tushunaman. Bu o'zimning fikrim. G'assol ayollar morgda ham ishlashadi deb eshitganman. Hamma holatda ham emas, balkim bo'lishi mumkin. Lekin har bitta morgga o'zini maxsus xodimlari bor yuvadigan. Agar vaziyat taqozosi bilan bo'lib qolsa, misol uchun o'shandagina, lekin alohida har doim emas. O'likka Sanoqligina borganman, lekin ko'proq xonadonlar. Faqat xonadonlar. O'likka ziyon yetkazish mumkin emas deyiladi-da. Lekin morgga olib kelingan o'liklar bor-da, morgdan olib kelingan. Tabiiyki ular yoriladi, ichki a'zolari olingan holatlari bor. Bunda qanday yo'l tutasizlar? Endi bunda hozir har xil vaziyat bo'lishi mumkin. To'satdan o'lgan bo'lsa, albatta hozirgi baribir rasmiyatchilik bilan tekshiruv vaqti bo'ladi, uzayadi. Lekin o'zi asosan o'shaning uchun har birimiz duolarda ham so'rashimizki, xotimamni go'zal qilgin. Yilda kelsa, yilda olib kelsin degan gaplar bor-ku. O'shaning uchun xotimamizdan ham chiroyli go'zal so'rashimiz kerak. Lekin baribir shunaqa voqealar bo'lgan, uchragan. Endi rasmiyatchilik bo'lishi mumkin. Ekspertiza, o'sha jarayonlarni qilish kerak. Nima sababdan o'rganish kerak, ular ham o'z ishini qilish kerak. Shunda vaqt ozgina cho'zilib qoladi. Qanaqa jarayonlar ham bo'ladi. Qanaqa odamlar yig'latadigan, etni junjiltiradigan voqealar haqida bilasiz yoki shohidi bo'lgansiz? Shohidimi? Shohidi bo'lganman. Mayt ustida iloji boricha o'shaning uchun kirib shu jarayonni boshlayapmizmi? O'shancha bekorga ketmaydi. Betda bo'layotgan voqealar iloji boricha shu yer o'zida qolsin. Hozir keling, xalqqa aytaylik ibrat uchun. Keyin dunyoviy gaplar iloji boricha. G'iybat boshqa, mayt o'ldi, bo'ldi. O'zi shundoq ham uni savol javobi o'sha boshlandi. Endi yana ustidan yana bu o'zi unaqa edi, unaqa edi, bunaqa edi. Yaqinda bir ayol o'tib qoldilar, xuddi shunaqa holat. Mayt o'sha qo'shniman dedilar. Qo'shnisi o'sha maytga aylanib bo'ldi. Shu yerda ham o'sha gap bo'lyapti. O'sha yerda ham g'iybat davom etyapti. Bitta ogohlantirdim, ikkita ogohlantirdim. Uchinchisida o'sha vaziyat tugadi. Kafalladik, o'zi bu ayol bunaqa edi, o'zi bu ayol unaqa edi. Unaqa deb bo'lmaydi, opa deb necha marta ogohlantirdim. U ayol aslida o'zi o'sha yerda ham qani bu qanaqa chiqarkan degan ma'noda kirgan. Savob yo'lida kirmaganligi o'sha yerda o'zida ayon. U holat tugadi. Ishimni, vazifamni bajardim, uyga ketdim. Kechasi bilan u ayol mazasi bo'lmagan, keyin ertalab telefon bo'lib turibdi. Qizlari tomonidan. Ertalabgacha u ayol menimcha o'zlarini tanimaydigan darajada, kechasi bilan o'zlarini aqldan oz darajagacha ertalabgacha Alloh jazosini bir kechani o'zida berib bo'lgan. Mayitni ustida bu real o'zimni mayit ustida g'iybat qilgani uchun. Mayit ustida g'iybat qilgani uchun. Qornida bolasi bilan o'lgan mayitlar bor. Ular qanday kafanlanadi? Alloh endi shu xotimani ularga taqdirga bitgandan keyin yurganmiz shunaqa mayit. Qornidami? Kam, nima desa bo'ladi? Muddati kamroq deyilgan edi. Bor deyilgan edi, lekin muddati kamroq deb shunaqa deyishgan edi. Qancha vaqt ketadi o'zi kafanlash jarayoniga yuvib? Kafanlash jarayoniga necha chelak suv ketadi? Endi bu hammada har xil, misol uchun nima deydi? Tez bo'ladi, tez bo'lishi ham mumkin, lekin misol uchun uzoq vaqt misol uchun reanimatsiyada yotgan holatlari mumkin. Men o'zim qiladigan bo'lsam, iloji boricha o'zimiz qanaqa rohatlanamiz, paytlar ham shunaqa rohatlanishni juda ham xohlayman. O'shaning uchun unaqa tez emas, iloji boricha yaxshiroq
o'zimiz qanaqa rohatlanib cho'milamiz, iloji boricha shu darajada olib borishga harakat qilaman. Oxirida keyin egalaridan ko'ngil to'lmagan bo'lsa ayting, boshqatdan boshlaymiz deb shu oxirida so'rayman ham. Ha. Iloji boricha ko'ngildagidek o'zimiz qanaqa rohatlanamiz. Allohning oldiga ketayotgan inson, misol uchun bir oy banitayotganmiz, u insonga misol uchun cho'milish mumkin emasdir. Bo'lishi mumkin-ku. Misol uchun men hozir faraz qila olmayman, bir cheli, ikki cheli suv bilan bo'ldi deb ayta olmayman. Vaqti qizg'anish emas, endi chiroyli holatga keltiraylik. Shunday bir ketmaslik uchun. Shunday bir voqea eshitdim. Erkak g'assolning ayoli o'tib qolibdi. U ayolni yuvibdi. Odamlar aytishyaptiki, ayolni bekor yuvibdi. Mumkin emas erkakka o'lgandan keyin nomahram bo'ladi. Bunga siz qanday qaraysiz? Ayoli agar har bir ayol vafot etsa, agar turmush o'rtog'i bo'lsa, Yuvish mumkin bo'lsa, turmush o'rtog'iga nikoh уже buziladi. Chunki u mayitga aylanib nikoh buziladi bu. Birinchidan nomahram bo'ladi. Nomahram hisoblanadi. Hattoki xayrlashuvga ham, misol uchun reanimatsiyadan, har xil больницаdan olib kelishadi. O'shanda o'rab-chirmab olib kelinadi, to'g'ri, lekin men 5 minut hamon chiqarishga majburman, chiroyli holatga keltiring ayolni baribir deb. Chunki u больницаdan kelgan, morgdan kelgan bo'lishi mumkin. Balki sochlari ochiqdir, balki ular chiroyli holatga keltirib, keyin yuzlarini chiroyli ochib qo'ygan holda keyin xayrlashishga ruxsat beraman. Mayit qabrga qo'yilayotganda uning ko'ksi yorilar ekan. Mayit qabrga qo'yilayotganda uning kafani yirtilar ekanda ko'ksi. Shu haqida gapirib bering. Kafan bilan shunda qo'yilmasganda ko'ksi havo olsin deb yirtilar ekan. Viloyatlarda shunaqa bor. Ayol kishiga eri kirish hatto mumkin emas ekan kafanni ko'ksini yirtishga. Uni ukasi yoki akasi, dadasi, farzandi kirar ekan. Bu yerda qarang, просто sal boshqacharoq bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Yuzlarini sal ochgan holda qibla tomonga, o'ng tomonga qaratib qo'yiladi. O'sha boshqacharoq hozir. O'sha balkim shevida, balkim boshqacharoq tushunilgandir hozir o'shaning uchun. O'ng tomonga, qibla tomonga yuzlarini qaratib qo'yiladi. Qabrga qo'yiladi. Misol uchun endi turmush o'rtoqlar o'shancha farzandli ko'proq tushiladi, misol uchun. O'shancha farzandlar mahram hisoblanadi, shuning uchun. O'zi nima deb o'ylaysiz? Kimdir aytdiki, g'assollar o'zi kerak emas, oila a'zolari yuvish kerak deyishdi-da. Bu gapga nima deysiz? Qarang, to'satdan tushgan narsaga u tayyorlanish kerak har bir narsaga. Har bir narsaga shogird, ustoz, an'ana degandek, bunga ham to'satdan misol uchun o'qib qo'ysa, misol uchun eng yaqin insonni yana misol uchun faraz qiling, eng yaqin insonni o'tdi, yana uni bu holatga keltirish o'zida o'sha kuch qolmagan, o'sha yaqin insonni yo'qotdi. Hali unga tayyor emas. Shuning uchun bilsa ham, biladigan ham o'zini boshiga yaqin o'tsa-chi, hayajondan o'zini yo'qotadi. Ishoning. Yo'qotadi. Misol uchun o'zim yaqinim bo'lsa ham, men ham o'sha holatga kelib qolishim mumkin. Chunki yaqin insonni yo'qotganingizdan keyin qay holatga o'tish shu darajada. Lekin hamma bilan birgalikda, hammaligi bilan birgalikda iloji boricha hamma qatnashgan holda Allohdan so'rayman, hammamiz teng savoblarga erishaylik deb Allohdan so'ragan holda yaqinlarning iloji boricha jalb qilishga harakat qilaman. Alloh roziligi uchun. Mayit talashadigan g'assollar bor ekan pul uchun. Bu joizmi? To'g'ri ishmi bu? Nima deysiz? U g'assollarga nima degan bo'lardi? Balkim hamma sohada bo'lgan kari balkim bordi, lekin boy aytib o'tganimdek taqdirimizga kim yozilgan bo'lsa, baribir o'sha inson yoziladi. Eng qisqa savol javobim shu. Nimadan qo'rqasiz? Nimadan qo'rqaman? To'g'ri, yaqinlarni yo'qotish qiyin, o'shandan qo'rqib, baribir hammani taqdiri yozilgan. Yaqinlar, baribir hammamiz oldinma ketamiz. Yaqinlarni lekin yo'qotish qiyinroq. Yaqinlarni yo'qotishdan. Mana ayol kishini ayol g'assol yuvadi, erkak kishini erkak g'assol yuvadi deyapsiz-ku. Yosh bolalarni ham, yigit bolalarni ham yuvganmisiz? Yosh bola. Qizlar, chaqaloqlar, men hozir aytib o'tganimdek. Necha yoshgacha mumkin yuvish? Necha yoshgacha? Yigit bolachani necha yoshgacha ayol kishi yuvishi mumkin? Men lekin hech qachon o'g'il bolani yuvmaganman. Chaqaloq bo'lsa yuvasiz. Chaqaloq bo'lsa qizlar, faqat qizlar yuvasiz. Ayollar. Lekin uchramagan, taklif ham bo'lmagan. Taklif ham bo'lmagan, yuvmaysiz. Bo'lmagan, yo'q. Chunki uni maxsus erkak g'assollarimiz bor. Ha, erkak g'assollarimiz chaqirgan paytda ham lekin men topib berishga harakat qilaman. Erkak g'assollarimiz bor, uning uchun maxsus. Shunaqa voqealar. Misol uchun men erkakligiga bormayman, misol shuning uchun ayollar bor, ayollar yuvish kerak. Shunaqa voqealarni eshitganmiz. O'lik ingradi yuvayotgan paytimiz, yo qo'llari qimirlab ketdi. Siz ham eshitgansiz, shuni aytib bering. Qarang, bu jarayon misol uchun meditsina tilida aytganda nervlar o'ladi, havo kiradi. O'sha jarayonda misol uchun qimlatib, yo'q qilganda ovoz chiqadi. Bu bor narsa. Uni boshqa narsaga yo'yish kerak emas.
Inson уже mayitga aylanib bo'ldimi? Bo'ldi. Uning ichiga havo kirishi mumkin. Nervlar o'layotgan bo'lishi mumkin. Misol uchun o'zingiz xohlagan, misol uchun bo'ladi har bitta insonda tirik odamlar yotayotganda qanaqadir qimillab ketadigan holatlar uni o'zi sezadi. Bu nerv, bu meditsina tilida aytganda nervlarga bog'liq bir narsa. Mayitlarda ham xuddi shu narsa. Qimillash o'shandan kelib chiqqan holat. Bitta voqea aytib bering. Shunga mos. Shunga mosmi? O'zimda ham xuddi shu holat bo'lgan. Voy qo'llar qimilladi, qo'llar harakatga keldi, nafas olyaptilar, qimilyaptilar deyishadi. Nafas oldi. U bo'ladigan narsa, chunki u ichkarida havo bor hali. Qanchadir vaqt bo'lgan bo'lishi mumkin. Mayit qazoyi qadari kelib vafot etganiga, lekin u payti misol uchun havo chiqayotgan bo'lishi mumkin. Bizlar o'zbekchilikda yuzlariga narsa tortiladi. Ro'mol tashlab qo'yiladi, xuddi nafas olganda qanaqa harakatga kelganda shunaqa yaqinlarga shu darajada qaniydi, ishonasizmi? Shunaqa voqealar ham bo'lgan. Bir marta tirilib, bir marta yana yurib ishlagan. Yana shunaqa voqea bo'lgan. Abedgacha shu holat takrorlangan. Oxiri haqiqiy o'lim holati deyilgan jarayon bo'lyapti. Farzandlar shu darajada yig'layaptiki, balkim onam o'tmagandirlar deb shu darajada voqealar ham bo'lgan. Chunki necha marta klinik o'lim holati bo'lgan, yana tirilish holati ham bo'lgan. Qabrda yuvish jarayonida ham onam balkim tiriladir deb olib ketguncha ishonmagan farzandlar bu real voqeada bo'lgan. O'zingizda kuzatilgan. Bo'lgan. Real voqea. Real voqea. Chunki necha marta o'lim holati bo'lib, yana tirilish holati bo'lgan. 5-6 marta o'lib tirilgan. Bo'lgan. Abedgacha shu holati bo'lgan. Keyin axiri o'lgan. Klinik o'lim holati bo'ldi deb yuvish jarayonida balkim o'lmagandirlar deb opajon qarang deb shunaqa real voqealar bo'lgan. Shunda qanday yo'l tutgansiz? Kutganmisiz? Vidolashuv uzoqqa qo'yib berganman. Uzoqqa qo'yib berganman. Uzoqqa qo'yib berganman. Shunday bir voqea eshitdim. Bir g'assol mayitni yuvib bo'lgandan keyin uni ustini yopish esidan chiqadi ayol kishining va o'likni ko'tarib nari yoqqa qo'yish kerak, erkak kishi kerak deb erkak kishini uni ustiga kiritadi. Keyin u mayitni qo'li ishlab ketib, nerv miyasi ishlarkanda bir shapaloq g'assolga tushiradi. Shundan keyin g'assolning ham yuragi yorilib 7 kunda o'libdi degan voqeani eshitganman. Bu Alloh bilguchi. Balkim bo'lgan bo'lishi mumkin. Har bir narsa Allohdan. Mana hozir aytganimdek, 1 minutga bo'lsa ham tirilgan, yana vafot etgan. Abedgacha shu holat necha marta takrorlangan. Aytmoqchimanki, o'lgandan keyin miya ishlab turadi-ku, hamma narsani har bir mana meditsinada ham har bir organ 7 soat davomida vafot etadi. Inson vafot etdi degani bu o'ldi degani emas. Organizmlarning hammasini, organlarning hammasini o'zi soati bor. Ko'z, yurak, qo'l, nerv hammasini o'zini soati bor. Bu meditsina tilida. O'shaning uchun qimirlash jarayoni bo'lgan bo'lishi mumkin. So'nggi savolim, ibrat uchun qizlarga nima deysiz? Tirnoq qo'yadigan, kiprigini mana shuncha qilib yuradiganlar bor. Lablaridagi botekslar, unda o'likka jarohat yetkazish mumkin emas-ku mayitga. Qiynaladi-ku g'assollar. Shuni aytib bering. Qiynalamiz biz misol uchun. Aziz qizlar, kamroq o'zingizga qarang, shunaqa kosmetologiyadan foydalaning deb aytib bering. Aslida o'zbek ayollarimizdagi go'zal ayollari yo'q. Men dunyo misolida ham deb ayta olaman. O'zini tabiiy go'zalligiga qizlarning menimcha hech bir narsa yetmaydi. Tabiiy go'zallik. O'zbek ayollarimiz har bir millatdan go'zal ayollarimiz, har biri. Lekin hozirgi kosmetologiya havas bilan qilishi mumkin yoki kimgadir havas kelib dugonalarga kimgadir havas qilib qilgan bo'lishi mumkin. Lekin baribir o'sha gap. O'zimizning o'zbek ayollarning tabiiy go'zalligiga yetmaydi. Qaysidir vaqtga kelib baribir o'sha jarayon o'zimiz boshimizga tushadi. Kimdir oldin, kimdir ketin, balkim yosh qiz u vaqt o'lim talab qilmaydi. So'ralmaganda kirib keladi. Hammamiz go'zal holatda bo'lish nasib qilsin avvalambor. Xulosalovchi fikringiz? Xulosa fikrimizmi? Hammamizning xotimamiz go'zal bo'lsin. Duolarda faqat shuni ko'proq eslaylik.